Navoiy azot sexlarining birida portlash sodir bo'ldi. Navoiy shahridagi Navoiy azotning 25-sexi laboratoriyasida portlash sodir bo'ldi. Portlash oqibatida yong'in kelib chiqdi. Hodisa joyiga 10 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi Navoiy azotning 25-sex laboratoriyasida gaz-havo aralashmasining portlashi sodir bo'ldi. Oqibatda bir kishi halok bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Hodisa 11 mart kuni soat 14:10 da ro'y bergan. Portlash oqibatida yong'in kelib chiqqan. Shunga ko'ra, hodisa joyida 10 ta yong'in qutqaruv ekipaji yetib borib, hozirda yong'inni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda, deydi xabarda. Voqea joyiga viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i, Ichki ishlar vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi prokuratura xodimlari yetib borgan. Bu vaziyat bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishi ta'kidlangan. Kanalimizni kuzatib boring va yangiliklardan xabardor bo'ling.